Shohjahon Jo'rayev o'zi xohlagan maqsadiga erisha olmadi, lekin ushbu bahsda auditoriyani hurmatiga ega bo'lib, bahsni o'zini hisobiga yozib qo'ydi. Hozir bu yerda ishlatilgan texnikalarni sizlar bilan analiz qilamiz. Afsuski yo'q, chunki hammada bir xil, Xo'p, kichkina imkoniyat. Ikki kuplet bo'lsa ham Hech qanday iloji yo'q. Hammaning bir xil imkoniyati bor. Bir marta chiqish, o'xshadi, bo'lmasam, uzr. menga boshqacha aytishgan, lekin men so'zlarini eshitmadim. Pas, juda mikrofon pas. Bular shuncha mehnat qilishgan, so'zlarini eshitmadik. Eshitilmadimi sizlarga ham? Mana. Efirda hammasi juda go'zal bo'ldi deyishyapti. Unda bizga nima kerak emas sizlarga? Bu yerda jurnalistning javobi yo'q. Hamma uchun imkoniyat teng. Bu kuchli argument hisoblanadi, lekin bu argumentni Shohjahon Jo'rayev reframing orqali sindirdi. Mikrofon pas yozgan. Agarda mikrofon pas yozgan bo'lsa, demak hamma uchun teng imkoniyat berilmagan hisoblanadi. Pas, juda mikrofon pas. Aynan shu joyda bahs mazmuni o'zgardi. Shohjahon Jo'rayev qayta eshitishni xohlayapti mazmunidan hakamga adolatli baholash uchun imkoniyat yaratib beringlar mazmuniga o'zgardi. Agarda bu yerda rad etilsa, to'g'ridan to'g'ri adolatsizlik ko'rinib qoladi. Bu yigit ham maza qilishi kerak. Shuning uchun yana bitta imkon beraylik deganimiz sabab Imkoniyat yaratib beringlar, bu ham maza qilsin qo'shiq aytib deb xalqqa orasidan chiqqan insonga yon bosganligi uchun butun tomoshabinlarni, demak, hurmatini qozondi. Efirda hammasi juda go'zal bo'ldi deyishyapti. Jurnalistning katta xatolaridan bittasi efirda yaxshi eshitildi degani bu juda ham katta xato. Chunki Shohjahon Jo'rayev juri, demak, zalda o'tiribdi. Zalga yaxshi eshitilmasa, demak, juri baholay olmaydi. unda bizga nima kerak emas sizlarga? Jurnalistni noqulay ahvolga solib qo'yibdi. Agar jurnalist bu yerda kerak emassiz desa, bu absurd, chunki juri agar keraksiz desa, demak Shohjahon Jo'rayev so'raydigan, demak, talabni bajarish kerak. Mayli, Toyir xafa bo'lmang, efirda eshitib olaman. Efirdan ko'rib olaman. Bu yerda oxirgi so'zni o'zi aytdi, yuzini saqladi va tomoshabinlar uni g'olib sifatida eslab qoldi. Yutqazgan bo'lib ko'rinmasdan vaziyatdan chiroyli chiqib ketish ham bu bir mahorat. Bahsda g'alaba qozonish uchun raqibni yengish shart emas, shunchaki auditoriya, tomoshabinlarni o'zingiz tomon qo'yasiz, shuni o'zi g'alabangizni ko'rsatadi. Muzokaralar, kommunikatsiya va ta'sir psixologiyasi yo'nalishlari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lamiz va like bosishga sanchmasin.